roppa rosa bundan 1 yil oldin o'zim shaxsiy ko'rgazmam ochilgan. Keyin menga yozib qolishdi butun guruhga hammalari. O'sha paytda ham sal ta'jublandim. Keyinchalik bu narsani ko'lamini his qilib, tushunib, jahon miqyosidagi o'sha Biennale bo'lganligi uchun bir tomondan xursand bo'ldim va shu bilan ish protsessi boshlandi. Mana shu hujrada hozir polniy devorlarni porolon bilan o'rab chiqdik. Sababi men o'zi texnikam porolonda ishlayman. Yaqindan qarasangiz, masalan, anaqani puziroklarni ko'rasiz. Xullas, mening mavzuim o'sha kvantoviy olam to'g'risida. Bu umuman bir muallaq turgan olam to'g'risida. Ruhoniyat haqida-da, asosan o'sha kakras qalb, uni ko'rinishi. Endi men o'zim mahalliy rassom bo'lganligim uchun, aynan bo'lib ham Buxorodan chiqqanligim uchun bu shahar to'g'risida qolgan hamma rassomlardan ko'ra ko'proq informatsiyaga egaman. Yaralangan qalblar uchun shifo deymizmi? Aynan Buxoroda shu narsa bor. Shak shubha yo'qki, albatta bu shahar, demak, yaralangan qalblar uchun haqiqatda chin ma'noda shifo bo'lishi mumkin. Shu sababdan meni ijodimda, ya'niki bu mavzuda hech qanaqa muammo qolgan yo'q. Lekin shu narsani men o'zimni o'sha zamonaviy ko'rishim bilan, san'at bilan shuni xalqqa tatbiq qilishim kerak, ko'rsatishim kerak. Yaxshi o'zgarishlarga umid bog'laymiz shunaqa. Qilayotgan ishlar kichkina narsa emas. Shu Biennale doirasida ham juda katta qadam qo'yamiz.